Binafsha shu'lasi 22-qism. Yolg'izligim chorasi, qayg'ularim hamrohi. Ba'zi shoshilinch ko'riklardan keyin Aminga mas'ul shifokor Hayoga "Janob Amin to'liq sog'ayibdi. Unda insultdan hech qanday asar qolmabdi. Bu mo'jizaning ozginasi", dedi. Baxtdan uchayozgan Hayo so'radi. "Unday bo'lsa janob Aminni uyga olib ketsam bo'ladimi?" "Ha, lekin u to'liq harakatchanligini tiklab olish kerak. Shuning uchun uni bir necha hafta davomida fizioterapiya kurslari bilan muolaja qilishimiz lozim. Shundan keyingina unga shifoxonadan chiqish hujjatini berishim mumkin." Hayoning quvonchdan ko'zlari chaqnab, "Rahmat, rahmat", dedi. Hayo xonaga qaytib, Aminga shifokorning gapini yetkazdi. Amin karavotida qaddini rostlab o'tirgan holda "Kutishga sabrim yetmaydi. Tezroq uyga qaytishni istayman", dedi. Hayo Aminning orqasiga yostiq qo'yib, o'tirishiga yordamlashdi. "Birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa sog'ligingizdir. Baribir uzoq yillardan beri bo'sh yotgan uyingizni tozalash kerak. Muhimi tezroq uyga qaytsam bo'ldi. Xavotir olmang, uyingiz qanday bo'lsa shundayligicha turibdi. Unga hech kimni kiritganim yo'q. Bu shifoxona rosa qimmat bo'lsa kerak. Sarf xarajatlarni kim ko'tardi? Pul kerak bo'lganida ba'zi kitoblaringizni sotdim." Amin karaxt holda kalovlanib qoldi. "Nima?" Hayo kulib, "Ha, nima bo'ldi? Hazillashdim-ku." Amin tabassum qildi. "Meni yana insult qilmoqchimisan?" Qo'rqib ketgan Hayo xavotirlanib, "Yo'q, iltimos, yo'q. Meni boshqa tashlab ketmang. Yo'qligingizda vaqt men uchun juda og'ir o'tdi." Amin jilmaygancha Hayoning boshidan siladi. "Endi seni aslo tashlab ketmayman." Hayo ko'zda yosh bilan Aminning so'lg'in yuziga termilib tabassum qildi. Hayo o'zini saodat cho'qqisida his qilganicha haydovchisi va unga hamrohlik qiladigan qo'riqchisi bilan uyga qaytdi. Hayo Halimaga xushxabarni yetkazganida u ham rosa sevindi. Lekin bu xabarni eshitgan otasi e'tiborsizlik bilan munosabat bildirganday sovuq ohangda "Yaxshi bo'libdi. Bu bizga ko'p imkoniyatlarni taqdim qiladi", dedi. Hayo hayron bo'lib, "Qanaqa imkoniyat? Nima haqida gapiryapsiz otajon?" deb so'radi. "Hech narsa, e'tibor berma. O'zingdan gapir. O'qishlaring yaxshimi?" "Ota, mavzuni burishga urinmang. Bu bizga ko'p imkoniyatlarni taqdim qiladi deb nimani nazarda tutyapsiz? Janob Aminning muolaja xarajatlarini to'lash og'irlik qilyaptimi?" Ota qiziga o'girilib qaradi. "Nima xarajatlar? Mol davlatim miqdorini bilmaydigandek gapiryapsan-a? Bir imzo bilan o'sha shifoxonaga qo'shib, xuddi o'shanday yana 10tasini sotib olishga qurbim yetadi." "Unda nima demoqchi bo'ldingiz?" Ota qiziga yaqinlashib uni bag'riga bosdi. "O'sha odamga g'amxo'rlik qilaman deb umringning eng gullagan damlarini bekor ketkazib, qancha ko'z yosh to'kding. Yonida bo'laman deb uzundan uzun tunlarni bedor o'tkazding. Ana endi o'zingga ko'proq g'amxo'rlik qiladigan vaqtingni behuda narsalarga sarflamaydigan payt keldi." Hayo otasining quchog'idan sirg'alib chiqdi. G'azab bilan, "Janob Aminga qarash vaqtni behuda o'tkazish emas", dedi. Yaxshi. Shifoxonadan qachon chiqarkan?" Hayo xo'mraydi. "Shifokor bir necha haftadan keyin deb aytyapti. Chiqishdan oldin bir ziyoratiga o'tib hol ahvol so'rarman." Hayo xavfsiradi. "Nega?" Otasi qiz bilan hazillashib dedi. "Endi har ishimdan shubhalanaverasanmi?" Hayo qovog'ini uydi. "Ha." Otasi o'tirib, cho'ntagidan trubkasini chiqardi. "Yaxshi, unda ko'rgani bormayman." "Shunisi yaxshi." Hayo eshikdan endi tashqariga chiqmoqchi bo'lganida ortidan otasi so'radi. "Qayerga?" Hayo otasiga qaramasdan eshikdan chiqa turib, "Janob Aminning uyini tozalash kerak", deya javob qaytardi. Otasi trubkasiga solgan tamakini yoqib, baland ovozda "Halima!" deb qayqirdi. Mehmonxonaga shoshilib kirgan Halima talmovsirab, "Labbay hojam", dedi. Hayoga yetib olib unga Aminning uyini tozalashga yordamlash. Halima boshini quyi solib, eshikdan chiqishga shaylandi. "Xo'p bo'ladi." Bir necha haftadan keyin Amin Hayoning hamrohligida shifoxonadan chiqdi. Hayo Aminning yaxshi bo'lib qolganidan va uyga qaytayotganidan juda xursand edi. Ikkovlon mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi.
Halima esa old o'rindiqqa joylashdi. Amin yurishga qiynalmaslik uchun hassadan foydalandi. Chunki shifokor Aminga to bemalol harakatlana oladigan bo'lguniga qadar undan foydalanishni maslahat bergandi. Baxtdan ichiga sig'mayotgan Hayo, qaytayotganingizdan juda ham xursandman dedi. Amin esa tabassum qilgancha jim ketaverdi. Hayoning yuzidan tabassum arimagan holda Aminning yelkasiga boshini suyab ketdi. Bir necha daqiqalik sukutdan keyin Hayo qarshisidagi o'rindiqning orqa tomoniga tikilgancha gap boshladi. O'shanda yoningizda kitob bor edi. Amin Hayoning yelkasiga suyalgan boshiga qaradi. Nima? Yerto'lada sizni hushsiz holda topganimda yoningizda Soya nomli kitob turgandi. Hushingizni yo'qotishdan oldin o'sha kitobni o'qiganmidingiz? Amin chuqur xo'rsinib, buni uyga borgandan keyin gaplashaylik dedi. Hayo xo'p deganday jilmayib qo'ydi. Mashina Aminning uyiga yetib keldi. Hayo mashinadan tushib, Aminga ham tushishga yordamlashdi. Amin hassasiga suyangan ko'yi oldinga yura boshladi. Qolganlar esa ortidan uni kuzatib turishdi. Amin to'xtab ancha vaqtdan beri ko'rmagan qadrdon uyga diqqat bilan razm solib turdi. Aminning xayolchanligi Hayoning ichkariga kirmaymizmi degan savoli buzdi. Amin ko'zini qadrdon uyidan uzmagan holda tana ruhi istiqomat qiladigan makondan uzoqlashganini his qilib, sog'inchdan ingrab oq tortadi dedi. Hayo yelkasi bilan Aminni suyab, uni eshik sari yetakladi. Qani ketdik unda, ruhingiz o'ziga kelsin. Haydovchining yonida turgan Halima Hayodan so'radi. Xonim, yordam kerak bo'ladimi? Hayo unga o'girilib qaragancha javob qaytardi. Yo'q Halima, uyga qaytishing mumkin. Otamga biroz kech qolishimni aytib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Hayo Aminni suyab yetaklagancha ikkovlon birgalikda ichkariga kirishdi. Mehmonxonaning markaziga yetishganda Hayo Amindan so'radi. Xonangizga olib boraymi? Amin qo'lini Hayoning yelkasidan olib, hassasiga suyangancha divan sari yurdi. Yo'q, yotish jonimga tegdi. Hayo xavotirlandi. Hech bo'lmaganda bugun dam olsangiz bo'lardi. Amin divanga o'tirdi. Yetarlicha dam oldim. Shifokor sizga qandaydir dori yozib bermadimi? Amin yo'l atrofiga alangladi. Ko'zoynagim qayerda? Hayo bir qutidan ko'zoynakni chiqarib Aminga uzatdi. Savolimga javob bermadingiz. Amin ko'zoynagini taqqancha yozib berganda ham baribir ichmasdim. Hayo qovog'ini solib so'radi. Nega? Sog'ligingizdan xavotir olmaysizmi? Amin Hayoga ishora qildi. Yerto'laga borginda ko'tarib kela olganingcha kitob olib kel. Hozir mutolaa qilishni istamayman. Amin kulgancha yo'taldi. Men istayman. Nega unda o'zingiz bormayapsiz? Amin hassasiga suyangan holda o'rnidan turishga urindi. Yaxshi. Hayo Aminni joyiga o'tkazdi. Yo'q, o'zim olib kelaman. Kalitlarim senda-ya? Hayot cho'ntagidan bir yum kalitlar shodasini chiqardi. Shunday. Kasalxonaga tushib qolganingizda yerto'lani berkitish uchun ularni cho'ntagingizdan olgandim. Yerto'lani berkitganimdan keyin kalitlarni o'zimda saqladim. Yo'qligimda hech narsa o'qimadingmi? Hayo mag'zun holda javob berdi. Yo'q. Nega? Bilmadim. Siz yo'qligingiz uchun o'qish ko'nglimga sig'madi. Ommaviy kutubxonalardan ayrim zerikarli kitoblarni o'qish bilan kifoyalandim xolos. Endichi? Mening ayni damdagi asosiy g'amim sog'ligingizni joyida bo'lishi va yana o'sha holatga tushib qolmasligingizdir. Amin Hayoga qo'li bilan ishora qildi. Hayo qizim, qani o'tirchi. Hayo Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi. Bunday holatga tushishimga bir odamni qattiq sog'inganim va u bilan yana bir bor ko'rishishga uringanim sabab bo'ldi. Hayo taajjublandi. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunmadim. Oldin o'qigan kitobimni yana o'qigandim. Chunki men o'sha kitobda o'tkazgan hayotimni qattiq sog'ingandim. Bu kitoblardan birini yana qaytadan o'qishingiz sizni insultga uchratib, komaga tushirib qo'ydimi? Amin jilmaydi. Omadim bor bo'lsa shunday. Hayo achchiqlandi.
Nima deganingiz bu? Hayotingiz xavf ostida qolishini bila turib shunday ishga qo'l urdingizmi? Nega bunday qilasiz? Amin ko'zini hayodan olib qochdi. Uni qattiq sog'ingandim. Kimni? O'ychanligi buzilgan Amin. Bu gapni unut hozir. Sendan so'ragan kitoblarimni olib kel. Oldin o'qigan kitoblaringizni o'qimaganlaringizdan qanday ajrataman? Amin tabassum qildi. O'ng tarafda joylashgan tokchalardagi kitoblar men oldin o'qib bo'lgan kitoblar. Chap tarafdagisidan olib kel. Birga o'qiymizmi? Shuni istayotgan bo'lsang bemalol. Qanday turdagi kitoblarni olib kelishimni istaysiz? Farqi yo'q. Asosiysi bu yerdan imkon darajasida tezroq chiqishni xohlayman. Hayo o'rnidan turib, yerto'la tomon harakatlana boshladi. Xo'p, yaxshi. Hayo yerto'lada biroz qolib ketdi. Bu orada Amin o'rnidan turib, o'ziga qahva tayyorlamoqchi bo'ldi. Lekin u qahva tayyorlashga kerak bo'ladigan asbob anjomlarni joyidan topolmadi. Amin qahvasini ichishni odat qilgan finjonidan boshqa narsani ko'rmadi. Hayo 5 ta kitobni ko'targancha ortga qaytganida, o'rnidan turib hassasiga suyangancha qutilardan nimadir qidirayotgan Aminni ko'rdi. So'ngra undan so'radi. Nima qidiryapsiz? Amin Hayoga qaramasdan javob berdi. Qahva turadigan xaltacha bilan shakar turadigan idishni. Hayo stolga kitoblarni qo'ydi. Aynib qolgan ekan, tashlab yubordim. Boshqasini sotib olmoqchi edim, lekin hali ulgurmadim. Amin hassasiga suyangancha divanga o'tirayotib dedi. Mayli, hech qisi yo'q. Istasangiz haydovchini yangi qahva bilan shakar olib kelgani yuboraman. Buguncha suv bilan kifoyalanaman. Biror narsa tanovul qilishni xohlaysizmi? Amin qo'lini cho'zdi. Qani menga kitoblarni uzat. Tanlaganlaringni bir ko'raychi. Hayo 5 tala kitobni olib, Aminning yonidagi tumbuchkaga qo'ydi. Amin kitoblar orasidan birini olib, old tarafini ko'zdan kechirdi. So'ngra uni aylantirib, orqasini ko'rdi. Keyin uni bir chetga qo'yib, boshqasini oldi. Amin barcha kitoblarni shu tarzda ko'zdan kechirib chiqdi. Bularni tavakkaliga tanladingmi? Shunday desa ham bo'ladi. Ikkitasining sarlavhasi o'ziga tortdi. Amin Sog'inch ohangi deb nomlangan kitobni oldi. Mana shu ulardan biri bo'lsa kerak-a? Hayo tabassum qildi. Shunday, sarlavhasi o'ziga jalb qildi. Amin kitobni Hayoga uzatdi. Unday bo'lsa hozir o'qiydigan kitobing shu bo'la qolsin. Hayo kitobni olib so'radi. Sizchi? Amin yashil kitobga qo'l cho'zdi. Mana shu kitob menga mosroq o'xshayapti. Nomi nima ekan? Amin hassasini divanning chetiga suyadi. Muhim emas. O'ylashimcha siz kitobning nomidan ko'ra shakliga ko'proq e'tibor berarkansiz. Amin Hayoning mulohazasini eshitgandek qarshimga o'tir dedi. Hayo qo'lidagi kitobni tutgancha Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi va endi nima deb so'radi. Amin kitobni ochishga shaylanib, endi o'qiymiz deb javob qaytardi. Hayo qo'lidagi kitobni ochdi-yu, undan ko'zini qamashtiradigan darajadagi yorqin shu'la chiqib, hamma yoqni egalladi. Shu'la so'ngach, Hayo o'zini ulkan qamoqxonada ko'rdi. Hayoni gir aylana temir panjara o'rab turardi. U avvaliga atrofni yaxshi ko'ra olmadi. O'zini qandaydir ingichka tekislikda turganini his qildi-yu, qadamini toyib yerga yiqildi. Hayo yiqilganida yer barglar bilan qoplanganini sezdi. U darhol o'rnidan turdi. Turayotganda esa o'zini yengil his qildi. Oldin sira bunchalik yengil his qilmagandi. Hayo atrofni yaxshilab ko'zdan kechirib, ulgurmasdan qarshisida bahaybat bir qari cholni unga qarab turganini ko'rdi. Chol Hayoga, senga nima bo'ldi, Sofir? Nega yiqilib tushding, dedi. Bu qo'rqinchli manzaradan va qarshisida turib unga gapirayotgan bahaybat cholning aftidan dahshatga tushgan Hayo bor kuchi bilan qichqirdi. Lekin qichqirig'i tomog'idan xuddi mitti qushlarning chug'rug'idek chiqdi. Qo'llarini ko'targanida esa ularni sariq rangdagi qanot ekanini ko'rdi. Hayo shu onda o'zini qafas ichidagi kanareyka ekanini, qarshisidagi anavi odam bahaybat emas, aksincha uning o'zi kichkina qushcha ekanini angladi. Mo'ysafid tabassum qilib, bugun qizim keladi, dedi.
Hayo vaziyatni tushunishga urinib, o'ziga o'zi gapirdi. Men qush ekanman. Qariya mehmonxona o'rtasida osilgan qafasdan uzoqlashib, tebranma yog'och kursiga o'tirdi. So'ngra oynadan tashqariga termilgancha indamasdan qaynoq ichimlikdan simira boshladi. Hayo esa qanotlarini harakatga keltirib, tepasida turgan yog'och tayoqchaga uchib chiqishga harakat qildi. Uzoq urinishlardan keyin Hayo uchishni o'rganib, o'sha tayoqchaga chiqishga erishdi va unga o'tirib oldi. Qariya jilmaygancha Hayoga qaradi. Bugun ajoyib kun. Nima deding, Sofir? Hayo qariyaga baland ovozda gapira boshladi. Gapirsam meni tushuna olasizmi? Qariya Hayoga tabassum qildi. Sayrashing yolg'izligimning yagona yupanchidir. Hayo baland ovozda, sayrayotganim yo'q. Siz bilan gaplashishga urinyapman. Telefon jiringladi. Qariya o'rnidan turib, go'shakni ko'tardi va biroz gaplashdi. Shu asnoda qariyaning yuz ifodasi o'zgardi va go'shakni joyiga qo'ydi. Kursiga qaytib mahzun holda o'tirdi. So'ng sukut saqlagancha shippagiga termilib qoldi. Qariyaning ahvolini ko'rgan Hayo sayroq sasda undan so'radi. Sizga nima bo'ldi? Qariya boshini ko'tarib Hayoga qaradi va hazin ovozda, yo'q Sofir, qizim bugun kela olmas ekan. Hayo yanada balandroq sayradi. Uni deb sira xafa bo'lmang, chunki u bunga arzimaydi. Qariya yonog'ini yelkasiga qo'yib, mungli ovozda dedi. Menga nega bunday muomala qilayotganini bilmayman. Ehtimol kichkinaligida sal qattiqqo'llik qilgandirman, lekin unga yaxshi bo'lsin deb shunday qilardim. Mana endi ulg'ayib, mohir shifokor bo'lib yetishdi. Men undan hech bo'lmaganda oyda bir marta o'zini va nevaralarimni ko'rishdan boshqa narsani so'ramayman. Balki shunday munosabatga loyiqdirman. Hayo ma'yus holda dedi. Siz bunday muomalaga loyiqmassiz. Qizingiz ahmoq ekan. Uni qanchalar yaxshi ko'rishingizni bilmayapti. Qariya tebranma kursidan turib, qafas oldiga keldi. So'ngra tabassum qilib kaftini qafas atrofiga qo'ydi. Men bilan suhbatlashadigan yagona kimsa sensan, Sofir. Ehtimol qafasda tutqun bo'lganing tufayligina shunday qilarsan. Hayo sayradi. Qizingiz uni naqadar qattiq yaxshi ko'rishingizni bilganida sizni bir kun ham yolg'iz qoldirmagan bo'lardi. Qariya qafas eshigiga qaradi. Hech kimni men bilan qolishga majburlamayman. Qariya qafasni ochib, bo'yi nazar tashlayotgan deraza tomon bordi. Keyin oynani ochdi. Sofir, tutqunlikdan chiqishing mumkin. Men bilan qolishga majbur emassan. Qariya shundan keyin g'amgin holda kursiga o'tirib, ko'zlaridan yonoqlarga to'kilgan yosh tomchilarini artdi. Hayo qafasdan tashqariga uchib chiqdi. Lekin u derazadan chiqmadi. Aksincha, qariyaning boshiga qo'nib, tumshug'i bilan uning sochlarini titgancha sayradi. Sizdek xushmuomala odamni kim ham tark etishini istardi. Qariya tabassum qilib kaftini boshining tepasiga qo'ydi. Hayo lip etib unga qo'ndi. Qariya qo'lini tushirdi. Sofir, sen rostdan ham meni yaxshi ko'rasanmi? Hayo tumshug'i bilan Mo'ysafidning burnini asta cho'qiy boshladi. Mo'ysafid esa xursandligidan rosa kulardi. Hayo qariyaning uyida bir necha kun yashadi. Bu vaqt mobaynida Hayo o'zi tushgan muhitga va kundalik hayot tarziga ancha moslashib oldi. Tumshug'i bilan don yeyishni va suv ichishni ham o'rgandi. Qariya tunda Hayoning qafasini nafis yopinchiq bilan berkitar, har kuni uyg'onishga odatlangan vaqtida tong otishi bilan uni olib tashlardi. Hayo qariyaning hayoti haqida ancha-muncha ma'lumotga ega bo'ldi. Chunki qariya Hayoga doim o'tgan umri, xususan qizi va hali ko'rishga ulgurmagan nevaralari haqida gapirib berardi. Qariyaning gaplariga qaraganda, qizi erga tekkanidan beri otasini ko'rgani bir marotaba ham kelmagan. Shuning uchun qariya hali ham nevaralarini ko'rmagan ekan. Qizi esa o'zining bu harakatini otasi uni tarbiya qilishda qattiqqo'llik bo'lgani bilan izohlar ekan. Qariya so'zlagan Hayo o'ziga nisbatan bergan o'sha qattiqqo'llikni hech ko'rmadi. U qalbi siniq, mehribon odamdan boshqasini ko'rmadi.
Hayo qariyaning qizi bir marotaba bo'lsa ham otasini ko'rgani kelishini ich-ichidan umid qilardi. Chunki qariya doim qizi haqida faxrlanib gapirar, uning yoshligiga bog'liq voqealar, yaxshi va yomon ko'radigan narsalar haqida so'zlab berardi. Kunlarning birida peshin payti telefon jiringlab qoldi. Qariya go'shakni ko'tardi. Bir necha soniyadan keyin uning yuz ifodasi o'zgarib, ko'zlari chaqnab ketdi. Go'shakni qo'yishi bilan shodlikdan uchayozgan qariya Hayoning oldiga yugurib keldi. Hayo uni sira bu holatda ko'rmagandi. Qariya qafasini yengil silkitgancha hayajonlanib, bugun kelarkan dedi. Xushxabarni eshitgan Hayo saodat egallab sayragancha o'zi turgan yog'och tayoqchadan rosa sakray boshladi. Buni ko'rgan Mo'ysafid dedi: "Sofir, bilaman, sen ham mendek xursand bo'lib ketding. Uyni tozalab, qizim yoqtiradigan idish-tovoqlarni tayyorlab qo'yishim kerak." Hayo qariya uchun xursand bo'lganidan sayrashda davom etdi. Qariya kulgancha qafas eshigini ochdi. Uy ichida ko'ngling tusagancha uchishing mumkin. Faqat patlaring bilan uyni irkit qilib yubormasang bo'ldi. Mo'ysafid kunning qolgan qismini uyni tozalash va tartiblash bilan o'tkazdi. Shuningdek, qizi yoshligida yaxshi ko'radigan qizil jelatinli shirinlik tayyorlab, uni muzlatgichga qo'ydi. Shundan keyin eshik taqillashini kutib, termilib o'tirdi. Hayo qariyaning boshiga qo'nib, sochini o'ynay boshladi. Eshikka termilib o'tirgan qariya unga: "Diqqatimni bo'lma, Sofir." Surayyo eshikni taqillatganida, eshitmay qolsam ortiga qaytib ketmasin tag'in. Hayo qariyaning shavqini ko'rib, rosa xursand bo'ldi. Sochini o'ynashdan to'xtab, shodon holda uni kuzatib o'tirdi. Qariyaning jimligi uzoqqa cho'zilmadi. Birozdan keyin eshikka termilgancha gap boshladi. "Bugun birinchi marotaba nevaralarimni ko'raman. Ularga yoqarmikanman?" Hayo sayragancha javob qaytardi: "Albatta yoqasiz." Qariya eshikdan ko'z uzmasdan mag'zunlik bilan dedi: "To'g'ri aytasan, ularga yoqmasam kerak." Hayo balandroq sayradi. "Og'zimdan chiqmagan gapimni aytdi demang." Eshik taqilladi. Qariya darhol o'rnidan turib, eshik tomon shoshildi. Hayo qariyaning boshidan tushib, qafasning oldiga uchib bordi. Keyin tepasiga qo'nib, ota bolaning uchrashuvini intiqlik bilan kuta boshladi. Qariya jilmayib eshikni ochdi. Qop-qora to'r ko'ylak kiygan, sochiga qurigan binafsha guli qadalgan ayol xo'mraygancha ichkariga kirdi. Otasini butkul nazariga ilmasdan uy o'rtasigacha yurib bordi. Qariya eshikdan tashqariga tabassum bilan qarab so'radi: "Nevaralarim qani, Surayyo?" Surayyo otasining tebranma kursisiga o'tirib, oyog'ini chalishtirdi. "Bu yerda ko'p qolmayman. Bolalarimning bu yerga kelishiga sabab yo'q." Qariya mag'zun holda eshikni yopdi. "Lekin men ularni ko'rmoqchi edim. Menga ozroq pul kerak." Qariya barmoqlarini ishqalagancha qizi tomon yurdi. "Qancha kerak?" Surayyo o'tirgan joyida oyog'ini likillatgan holda nazarini otasidan olib qochishga urinib, derazadan tashqariga qaradi. 5,000. Yaxshi, aytgan pulingni ertaga hisob raqamingga o'tkazishga harakat qilaman. Ammo hozir biroz suhbatlashaylik. Seni juda sog'inganman." Qariya kayfiyatini ko'tarishga urinib, oshxona tomon yurdi. "Sen yoqtiradigan qizil jelatinli shirinlik tayyorlab qo'yganman." Qariya sovutgichni ochdi. Bir qo'lda shirinlikni olib, ikkinchi qo'l bilan sovutgich eshigini yopdi. Sovutgich eshigini yopar ekan, qulog'iga chiqish eshigining yopilgan tovushi eshitildi. Qariya darhol ortiga o'girilib, mehmonxona tomon shoshildi. Qariya mehmonxonaga kirganida, uni bo'sh ekanini ko'rib, qizining allaqachon ketib bo'lganini tushundi. Bechora qariya qo'lida shirinlikni tutgancha, karaxt ahvolda joyida qotib qoldi. Bo'lgan voqeadan rosa bezovta bo'lgan Hayo qariyaning oldiga uchib keldi. Uning boshiga qo'ngancha sayray boshladi. "Xafa bo'lmang, u yaxshi ko'rishingizga arzimaydi." Qariya indamasdan yog'och kursiga o'tirdi. Qo'lidagi shirinlikni esa yoniga qo'ydi. Boshini derazaga qaratib, tashqarini jim kuzatdi. Hayo sayragancha qariyaning qarshisida qanot qoqib,
uni ma'yuslikdan chiqarishga harakat qilardi. Lekin urinishlari samara bermagach, qafasiga qaytib, yog'och tayoqchasida uni g'amgin kuzatib o'tirdi. Qariya shu holatidan kechgacha harakatsiz o'tiraverdi. Soat kechki 6dan o'tdi. Odatda qariya bu vaqtda kechki ovqatini tayyorlardi. Tamoman aksi. Hayo bu holatdan xavotirlanib, qafasdan chiqdi va qariyaning qarshisiga uchib kelib sayray boshladi. Bo'ldi endi, o'tgan ishni unuting. Turing, kechki ovqatingizni tayyorlang. Qariya Hayoga javob qaytarmadi. Chunki kursiga o'tirib, derazaga qaragan paytida uning joni uzilib bo'lgandi. Hayo qariyani o'lganini burniga yaqin kelib, nafas olmayotganini his qilganida angrab yetdi. Hayo qariyaning bag'riga qo'ngancha hiqillab yig'lay boshladi. Uning yig'isi xuddi chirillagan sayrashga o'xshardi. Bu yig'ining ortidan derazadan yorqin nur kirib, hamma yoqni qamrab oldi. Shu'la so'ngach, Hayo o'zini Aminning mehmonxonasida qariyaning ro'parasida o'tirgan holda ko'rdi. Hayo ortga qaytganida Amin tabassum bilan kitobni yopib, ajoyib sarguzasht bo'ldi deyotgandi. Hayo Aminga bir necha soniya tikilib o'tirdi. Keyin ko'zlari qizarib, ulardan yosh to'kila boshladi. Yaxshi kitob emas ekanmi? Ko'zlaridan durdek yosh oqayotgan Hayo javob qaytardi. Tamoman aksi. Unga qanchalar yomon muomalada bo'layotganimni ko'rdim. Nima demoqchisan? Hayo kafti bilan ko'z yoshlarini artib o'rnidan turdi. Ketsam bo'ladimi? Qolgan kitoblarchi? Hayo ko'chaga chiqishga hozirlanib, qaytib kelaman. Menga faqat bir necha daqiqagina vaqt bering. Amin ortidan eshikni ochib qoldirgan Hayoga baland ovozda hayqirdi. Kelayotganingda uyingdan ozgina qahva bilan shakar olib kelarsan. Hayo yugurgancha uyga qarab shoshildi. Hayoning uy safari tashlagan har qadamida ko'zdan oqayotgan yosh borgan sari ko'payib borardi. Eshikni ochib, ichkariga kirgan Hayo atrofga alanglay boshladi. Qarasa, otasi olovi o'chgan kamin oldida turgan ko'yi trubkasini tutatib, devorga ilingan suratlarni diqqat bilan tomosha qilayotgan ekan. Hayo otasi tomon otilib, uni ortidan quchoqlab oldi. So'ngra hiqillab yig'lay boshladi. Otajon, meni kechiring. Vaziyatdan hayratga tushgan otasi og'zidan trubkasini olib so'radi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Otasini qattiq quchoqlashdan to'xtamagan Hayo yig'lagan ko'yi gapida davom etdi. Sizga oldinroq minnatdorligimni izhor qilmaganim uchun meni kechiring. Otasi taajjublangancha uni mahkam quchoqlab olgan qiziga o'girilishga urindi. Minnatdorlik? Nima haqida gapiryapsan? Hayo qo'llarini otasining bo'ynidan olib, jiqqa yosh ko'zlari bilan uning ko'zlariga tikildi. Men uchun qilgan birorta ishingizni minnat qilmaganingiz uchun, sizni otam bo'lganingiz uchun yaxshi ko'raman. Shuncha yillardan beri sizga surbetlik qilsam ham meni yaxshi ko'rganingiz uchun sizni yaxshi ko'raman. Qizning iliq gaplarini eshitgan ota kaftini Hayoning yelkasiga qo'yib, uni bag'riga bosdi. Va doimo yaxshi ko'rib qolaman. Hayo otasining yuzidan o'pib, uni tezda quchoqladi. Keyin chiqish eshigi sari tez yugura boshladi. Yugurarkan Hayo otasiga saodat bilan to'lib toshgan ohangda dedi. Bugun kechki ovqatni siz bilan birga tanovul qilaman. Meni kuting.